Paxtachi tumanidamiz. Bugun 2026-yil 15-iyul holatiga Paxtachi tumanida Odil aka fermer nomi nima edi? Bonu Asal bog' zamini fermer xo'jaligi. Bonu Asal bog' zamini fermer xo'jaligidamiz. Mana bugungi kunda paxtamiz holati mana. 2 marta aminoasid preparatlarini ishladik. Odil aka, fikringiz? Fermerlarimizga o'zingizning fikringizni bildirsangiz. Nima deyman, men mana bu aminoasid preparatlari bilan 1-2 yildan beri ishlaymiz. Shu yil 2026-yil hosili uchun mana mavsum boshidan beri agrotexnikani 2 marotaba o'tkazishga qaramasdan bugungi kunda hosilimizni mana bu hozirgi holati. Nima deb fermerlarimiz ishlash kerak bu bilan. Uni natija zo'r. Любой paxtani holatini ko'rsa, haqiqatan ham hosil shoxi ham zo'r, hosil elementlari ham zo'r. Bemalol ko'rishlardi. Odil aka, siz biz bilan bug'doyda ham ishladingiz-a? Shunday. Bug'doyda qanday bo'ldi natijalar? Bug'doyimiz ham xudo xolasa bizlar ham 80 sentnergacha oldik. Xudo xolasa bu yil nasib bo'lsa erta ekishdan boshlab dorilashdan boshlab urug'di. Xudo xolasa 27-yil hosil uchun ham ishlaymiz degan niyatdamiz.